Yurtimizda 9 mingdan ortiq NNT bor, lekin davlat grantlarida aynan poytaxtdagi yoki doimiy faol tashkilotlar g'olib bo'lishadi. Chekka hududlardagi NNTlarni raqobatbardoshligini qanday qilib oshirishimiz mumkin? Marhamat. Xabaringiz bor, 2021-2025 yillarda faol jamiyat institutlarini ilk konsepsiya qabul qilingan edi va ushbu konsepsiya asosida Milliy assotsiatsiya 750 nafar nodavlat notijorat tashkilotlarining rahbarlarini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi akademiyada malakasini oshirildi. 750 nafar malakasini oshirgan nodavlat tashkilotlar butun respublikadan tanlangan va ular saralab olingan. Saralanganligi qanday? Har bir taxminiy kvota berilgan, har bir hududga, ya'ni aytaylikki har bir viloyatga, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahriga. O'sha boyagi aytganingizdek, hamma fikr va asosiy demak masala Toshkent shahriga yig'ilmasligi uchun biza o'sha kvotani hududlar bo'ylab taqsimlab chiqamiz. Bundan tashqari biz joriy yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi biznesni rivojlantirish oliy maktabida ham 30 nafar nodavlat tashkilotlarini vakillarini malakasi oshirildi. Shu bilan birgalikda joriy yilda biz Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir trenerni, yaxshi bir mas'ul trenerni taklif etgan holda biz 30 nafar nodavlat notijorat tashkilotlarining vakillarini uchun xorijiy grantlarni yozish bo'yicha seminar trening amalga oshirdik va ushbu seminar treningni ham yakunlaganimizga bolig'i mana 3 kun bo'ldi. O'ylaymizki, bularni ham avvalambor natijasida nafaqat Toshkent shahri yoki Toshkent viloyati, balkim chekka hududlardagi bizani eng chekka hududlarimiz, ya'ni aytaylikki respublikamizdagi viloyatlar markazlari emas, o'sha chekka hududlardagi nodavlat notijorat tashkilotlar ham yordam beriladi. Nimaga? Chunki biz o'sha tayyorlagan birinchi trenerlarimiz endi har biri o'z atrofiga bir necha o'nlab nodavlat tashkilotlarni yig'gan holda ularga xuddi shu tushuntirishlarni amalga oshirib va Milliy assotsiatsiya o'zi boshchiligida ular uchun seminar, treninglar joylarda tashkil etiladi. Shu o'rinda yana bir savol bermoqchiman. Siz tashkil etgan kurslar NNTlarning aynan qaysi boshqaruv va tizimli xatolarni ko'maklashishga yordam beradi? Biz avvalambor o'quvlarga avval ushbu yo'nalishda faoliyat yuritmagan nodavlat tashkilotlarni tanlab olish birinchi o'rinda biz uchun muhim. Boyagi aytganingizdek, nima uchun avvalambor o'sha doimiy ravishda bir qancha 10 nodavlat tashkilot, Toshkent shahrida 20 ta, har bir hududlarda ham 5 ta, 10 ta nodavlat tashkilotlar emas, biz balkim avval ishtirok etmagan nodavlat notijorat tashkilotlarini tayinlash, ularni trener sifatida keyinchalik atrofiga o'sha boshqa nodavlat tashkilotlarni jipslashtirgan holda ulardan ushbu yo'nalishda foydalanish bizim oldimizga eng katta vazifa deb o'ylaymiz.